Assalomu alaykum obunachilar. Mana Orlando topib qo'ydik. 2014-yil yaxshi holatda, holatlari chiroyli ekan. Radnoy mashinamiz. Chiroyli holatda ekan mashinamiz. Tak. Hadoylarda ishlari yo'q ekan mashinamizni. Tayyor holatda ekan mashinamiz. 1.8 motorda. Balonlar o'rtacha holatda. Propan 4-pokoleniya gazlari bor ekan mashinamizni. Hozir ichlariga keladigan bo'lsa, ichlari ham chiroyli holatda ekan. Bir qo'l ekan mashinamiz. Mana ichlari mexanik ekan mashinamiz. Atak lyuklari bor ekan. Lyuklari bor. Lyuks, почти lyuks ekan. Avtomat bas o'taki lyuks ekan. Mashinamiz yaxshi holatda. Rollari ham tak. O'zon rol ekan shekilli. O'zon roli. Tak. Mana orqa tomonlari akalar, mana chiroyli holatda. Akamiz dehqon ekanlar, o'zlari meni yurgan mashinalari. Olib sotar bas ekanlar akalar mana. 2014 Orlando. Chexollari endi bitta chiroyli qilib chexol kiygizib qo'yasizlar. Chiroyli holatda bo'lib qoladi mashinamiz. Hadoyida ishi yo'q ekan mashinamizni. Orqalari mana. Kulish damkratlari bor aka. Bor. Kulish damkratlari bor ekan akalar mana. Tayyor holatda ekan mashinamiz. Chiroyli ekan mashinamiz, tak. Kapotda mashinada petno joyi bor ekan. Ja bunaqa strashniy ham emas, mashinamiz holatlari yaxshi holatda mana. Akalar chiroyli holatda turibdi mashinamiz. Tak. Bu yonboshlaridan ko'radigan bo'lsak, mana yonboshlari ham chiroyli ekan akalar. Endi qarab mo'ka qilinmagan ekan, jicha o'xshayib turibdi, balonlari ham yuvilmaganligi hisobiga mashinamiz ham jicha nima bo'lib turibdi. Kapotini ochib qo'ygansiz aka. Mana kapotlari akalar, bu stakanlar yorilib qoladi, yorilmagan ekan akalar, mana chiroyli ekan, chiroyli turibdi holatlari. Motorlari ham 1.8 motor, 4-pokoleniya gaz, propan. Mana bu stakanlari. Zavod turibdi akalar, zavod, almashmagan. Zavod. Konditsionerlari ishlaydi aka. Konditsionerlari ishlar ekan akalar. Akkumulyatori ham yangi ekan shekilli. Akkumulyatorlari ham yangi ekan. Balonlari o'rtacha holatda akalar mana. Balonlar bitta almashtirib olsalaring yuraveradi, yana 5-6 yil xizmat qilaveradi. Tak, mashinamiz Marlon shaharda turibdi akalar. Tak. Mashinamizni necha pul qilib beramiz aka? Keyin men aka, mashinamizni necha pul qilib beramiz? o'zi 10 deyapti aka, 9,5 mingga kelishtirib beraveramiz. 9,5 dan jichcha o'tib bera olasizmi aka? Naqd bo'lsa xonasini kelishaveramiz aka. Bo'laveradi aka. Tak, akalar mana Marlon shaharda mashinamiz, xudo xolasa, holatlari yaxshi holatda mashinamiz. Bir qo'l akamiz o'zlarining nomlarida generalni ham bo'ladi, nomlariga o'tish ham bo'ladi, prostoy domenimiz hamma narsa bo'ladi akalar mana. Faqat naqdga akalar, kredit bo'lmaydi mashinamiz. Tak. Aka, nomeringizni aytib o'tib ketasiz? 90lik 230 76 73. 90lik 230 76 73. Ash nomerga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa mashinamiz Marlon shaharda turibdi.